Nimçin bu yerki Guayu'nun ölüp gitişini hiç kim oylap bakmagan. Hatta biz körümenlermi bu yerki Guayu'nun ölüp gitişini asla oylap bakmagan. Hatta kayıt görsek mi oylamaymiz. Guayu ölüp ketkendan keyin bu televizyon teatrının mı ma'nisi qolmagandek his qilamiz. Endi bu asarga qarasaqmi bu Guayu'nun bundaq ölüp ketganini jugulyanma tasavvur qilmagan. Liu Bei'mi qayta desem ishonmaydi hatta. Chunki bu asarning o'zida qarasaqmi hech kimning bu yerki Guayu'ni o'ltira olishini, Guayu'ni o'ltira olgandek bir odamning chiqishini hech kim o'ylab bakmagan. Mush oxirida Pangdoni mag'lub qilgan bo'lgan jarayonga chiqarsak, Liu Bu ölüp ketgandan keyin jonda Guayu'ning tangdishi yo'q. May so'g'ish quashini qatl qilib bir maydon jang bilan nom chiqargan. Baymat Kumasir Yalyang Wenchularning arqa-marqa kallasini olgan. 5 o'tkalda o'tkuch Old Sangunning kallasini olgan. Pangda Yujinglarni alik suvni qo'yib berib tirik tutib bularning kallasini olgan. Hech kim bu Guayu'dan qo'rqmaydigan buni o'ltiraliqdek adam chiqdi deb o'ylab bakmagan. Hatta bu asarki eng kuchli yetki Saosao'mu Guayu'ni tutib olgandan keyin buni o'ltirishga petlanmagan. Aksicha buni at, so'g' salam, inam bu narsalarni berib, buni oxirida kitma desa bo'pti deb qo'yib atgan. Bu yerki Guayu Yuanshao'ning oliy sanog'ini Yalyang Wenchularni o'ltirib olsa-mu, Yuanshao'mu achchiq ekanmay, buning kallasini olmadi demak, bo'pti Guayu men uchun xizmat qildigan shu bo'lsa, mayli deb atgan. Endi bu yerki eng katta donishmand Zhuguliangmi Jingju'ni qo'ldan ketamiki deb ansirgan. Jingju'ning qo'ldan ketishini o'ylagan navodi ma'lumanda qo'ldan ketish mumkin deb. Lekin Guayu'ning o'lib ketishini hargizmi o'ylamagan. Ular jang qilib Jingju'ni tatib olsa-mu Guayu hayot qoladi-ku, yeni kela oladi-ku deb o'ylagan. Shuning uchun bu yerda Liu Bei qarsaqmi Guayu o'lib ketdi, Jingju qo'ldan ketdi degan gapni 3 qatim anglaydi. Başta bir skirip deydi, Jingju qo'ldan ketdi deydi, yengilga askaril deydi, oxirgi o'lib ketdi degan kun shu kamgacha Liu Bei'ning Guayu'ning o'lib ketganiga ishongisi kelmaydi. Deb ketdi-ku, mening inimgan jonda tangdish yo'q tursa, azaldan bu boshqalarni o'ltirib boshqalarning kallasini olib kelgan kimmi buning kallasini o'ltira olsin deb Liu Bei'mi qat'iy ishonmaydi. Endi bu yerda Liu'ning tarafidan Guayu o'ldi. Oldin qatim boshlarda desam ham yangi televiziya teatrini ko'rganlar Liu'ni o'ltamidi, Guayu o'zi o'lib oldi debsizlar. Endi bu yerda oxirgi qilishni mayli Liu'ni urib o'ltagan bo'lsin yoki Guayu o'zini o'ltirib olgan bo'lsin, Guayu nima ish o'zini o'ltirib oldi deb aytinglar. Guayu bikadan o'zini o'ltirib oldimi? Ach Liu'ni qistab opirib o'shundaq bir holatga ekanmisa, sizlar Guayu o'zini o'ltirib olaman. Mayli haq o'ltasin, mayli o'zini olsin. Endi shu vaqtning o'zida Liu'ni Guayu'ni o'ltirib bag'a vaqtida shunchami ishonmadi. Yo'q deb kallasini ko'ribmi? Qo'shimdi aksichi qo'qdi prem Rash Guayu'ning kallasini qanday qilsaqlar deb ishtik bu qopni bovjon qilib Guayu'ning kallasini Saosao'ga vatib berdi. Hamda shu vaqtning o'zida Saosao'mu Sunchuanning o'ziga xushamat qilganini, o'zining Mavlud so'g'isiga, uning sima Jingju'ning bir qismlariga xushamat qilganini qo'shib olgan. Oxir Liu Bei'dan arilib, men bilan ittifoqlashdi edi. Lekin bu Sunchuanning avatganning Guayu'ning kallasi ekanligini ko'rib, Saosao'u hayron qoldi. Ishongisi kelmadi qayta qarab. Hatta bu Saosao'mu qo'shal bo'lmay, bu yerda Guayu'ni dag'dug'liq oliy sanog'ini qilib, buni uzib qo'ydi. Dahshatli qabrisini yasab, shunami asarning yerimda o'rog'ida Guayu'ning botirligi so'zlangan. Shuning uchun bu yerda hech kimmi, hatto Guayu o'zini boshqalarning o'ltira oladiganligini o'ylabmi bakmagan. Undan sonra endi Pingning qitapqilar bu yerda Guayu'ni Liu'ning o'ltamabdi. Nima ish o'zini o'zi o'ltirib oldi? Bekadan o'zini o'ltirib olamda bu yerda Guayu